Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz mavzusi 2-PLC'dagi taymerlar hisoblanadi. Bu bizning sanoq bo'yicha 4-darsimiz hisoblanadi. Demak, boshladik. Alohida prezentatsiya qilganman. Mana shu bo'yicha bitta gaplashib o'tamiz. Bizni 2-PLC HS3 ya'ni XC3 taymerlarni gaplashib o'tamiz. Har bittasi versiya uchun, har bitta seriya uchun alohida taymerlar bor. O'sha imkoniyatga qarab alohida degan qanday? Ba'zi HS3 versiyadagi masalan 100 ta taymer bo'lsa, HS2 da undan kamroq. Shunga qarab taymerlar farqlanadi. Xo'p. Endi taymerlarimiz umumiy ma'lumot haqida gaplashamiz. Umumiy taymerlar HS3 da 640 ta taymer bor. Vaqt bazasi bo'yicha bo'lingan, vaqt bazasi bo'yicha farqlanadi bir-biridan. 0 dan boshlab 639 gacha bemalol taymerlar ishlasa ham bo'ladi. Endi tipi T0 dan T99 gacha vaqt intervali 100 millisekund, ya'ni masalan 0.1 sekundga to'g'ri keladi. Accumulation yo'q, akkumulyator yo'q. Oddiy taymer hisoblanadi. Eng ko'p mana shu taymer ishlatamiz. Endi akkumulyator bor, yo'q degan narsaga bitta aniqlik kiritamiz. Xo'p. Akkumulyator bor deganda, masalan, buyruq bersak, taymer sanashni boshlaydi, sanaydi. Masalan, 250 gacha sanadi. Buyruqni oldik. Akkumulyator bor deganda 250 ta qotadi, shunday qoladi. Yana qaytib buyruqni beradigan bo'lsak, 250 dan davom etadi. Bu akkumulyator bor degani. Xo'p, akkumulyator yo'q degani. Buyruqni berdik. 215 gacha sanardi. Endi buyruqni olsak, sirazi 215 dan 0 ga tushib oladi, ya'ni o'z-o'zini nollaydi. Yana buyruq bersak, 0 dan yana davom etaveradi sanashni. Ya'ni saqlab qolmaydi. Xo'p, T100 dan T199 gacha bu akkumulyator bor taymerlar hisoblanadi. Intervali 100 millisekund, mana akkumulyator bor, vaqtni yig'adi. Ya'ni buyruq bersak sanaydi, buyruq olsak o'sha vaqtda to'xtaydi. Yana qaytib bersak, o'sha vaqt to'xtagan vaqtida davom etadi sanashni. Ikkinchisi T200 dan T200 dan T299 gacha bu vaqt oraliqi kichkina 100 millisekundda ishlaydi. Bunda akkumulyator yo'q, tez sanaydi. Uchinchi taymerimiz, to'rtinchi taymerimiz, uchinchi deyman. T300 dan T399 gacha bo'linadi bular. Bu ham 100 millisekundda intervalda sanaydi. Bunda akkumulyator bor. Narigi bilan farqi bu tezroq ishlaydi. Tezroq sanaydi. Keyingisi o'ta tez, juda tezi bor, akkumulyator yo'q. T400 dan T499 gacha. Bunda akkumulyator yo'q. Juda tez sanaydi. Xuddi shuni vaqt intervali 1 millisekund tipidagisini akkumulyator bori T500 dan T599 gacha 599 gacha ishlasa bo'ladi. Bunda akkumulyator bor. Keyingisi spesial, ya'ni xususiy taymerlar bor. T600 dan T639 gacha, ya'ni 40 ta. Bu ham aniq vaqt taymerlari hisoblanadi. Bularni ko'rsatib o'taman hozir dars softverga kirganda. Endi chiqib ketamiz bundan. Xo'p. Mana bu yerda mana o'sha o'zimiz ulangan sxema turibdi. Mana shu hozir kontrollerdan foydalanamiz. Demak, softverni ochamiz. Seriyalar toolsdan foydalanamiz. Xengine softver hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda eski tipda turibdi. Agar connection qiladigan bo'lsak, mana bu yerdan o'zi avtomatik o'zi topib olishi kerak. Mana avtomatik bossak, agar ulangan bo'lsa softverimiz, mana o'zi avtomatik topib olishi kerak. Yoniq bo'lsa, ulangan bo'lsa kutamiz. Port boshqa deydi. Communication port boshqa deyapti. 6-portga o'tamiz. Okey. Kutamiz. Mana topib oldi. Okey. Turibdi. Hech qanday programma hozir bu proyektimiz yo'q, lekin
timer bitta bosganda iloji boricha ushlab qoladigan qilamiz. Uning uchun mayli y nol ishladik. Y nol bu yerga qo'yib yuboradiganni, ya'ni x1 va y nol bu yerdan bog'lab qo'yamiz. Xo'p, y nolga buyruq kelganda yoki buni o'rniga marker ishlatilgan bo'ladi yoki y nol ishlatilgan bo'ladi. Endi mayli marker ishlatib ko'rak. Masalan, m0 marker ishlatyapman. Bu faqat yoqib beradi, xolos. Buni ham o'zgartirib qo'yamiz. m0 timerimizni ishlatishimiz uchun endi pastga yozamiz. m0 mana bu yerda, mana bu yerda communication komandaga kirsak, mana bu yerda bizda timerlar haqida ma'lumotimiz bor. Mana x buni ishlatdim. On qildik. Bunisini esa off qildik. M da ishlatdim. Mana set qildik. Endi timer, mana bu yerda timerlarimiz bor. Mana e'tibor beringlar. Aytganimdek, mana bu yerda juda ham ko'p timerlar mavjud. Mana hammasini o'zini funksiyasiga qarab ishlatsak bo'ladi. Xo'p, masalan, biror timerni qo'yamiz. Masalan, T0 ishladik. T0 va bitta probel K, bu K koeffitsient, o'zgarmas konstanta koeffitsient, masalan 50. Hali darsda o'tdik. Bu 0.1 100 millisekundda sanaydi. Bu degani 1 sekundda masalan 50 qo'yilgan bo'lsa, 5 sekund sanaydi deganni bildiradi. Qo'ydim. E'tibor beringlar mana. Endi yana tushamiz pastga. Agar bu 50 sekund, ya'ni 50 qo'ydim, ya'ni 5 sekund sanaganda biror ish bajar deb ishlatmoqchi bo'lsak, T0 yozamiz. Mana undan so'ng biror ish bu degani bizga y nol yoqib ber. 5 sekund sana va y nol yoqib ber degan proyektni, ya'ni programmani qildik hozir. Hop, hammaga ko'rinyapti degan umiddaman. Endi yuklaymiz. E'tibor beringlar. Mana hozir run holatga o'tgan yo'q. Bu yerda ham stop turibdi. Runga o'tkazamiz. Run holatga o'tdi. Endi uni kishlaytirib turib ozgina mana bu ishlatganini ko'rsatay. Mana bu yerda ko'rinish kerak sizlarga. Hop, runda turibdi. x0 ni bossam, ya'ni buni bossam 10 holatga o'tadi va timer 5 sekund sanab mana bu relayni chaqish kerak. Bu vaqtni ushlab qoladigan timer. Vaqtni ushlamaydigan, ya'ni o'zi zabros bo'ladigan timer. E'tibor bering, bosyapman mana. Bosdim, sanayapti. 5 sekund sanadi va mana sanashda davom etyapti. Agar men stopni bossam, mana sразу timer 0 ga o'tiradi. 0 ga o'tirdi. Yana qayta ishlatamiz. 5 sekund sanaydi. Ya'ni 50 qo'yganim 100 millisekunddan bo'lganligi uchun va yana to'xtadi. Xo'p, hali darsda aytib o'tdim sizlarga. Xo'p. Mana bu yerda T100 dan 199 gacha vaqt yig'adigan timer dedim. Endi mana bu timerni mana buni o'zgartiramiz. Hop, T0 o'rniga T100 qo'yaylik. Mana 100.
T100 qo'ydim. Bu vaqt ushlab qolishi kerak. Bu yerdan o'zgartiramiz. 100 va 100. Bu endi boshqacha ishlash kerak. Tekshiramiz. Hop, mana e'tibor beramiz. Run holatga o'tkazamiz kontrollerda. Mana run bo'ldi. Tagida qolib ketdi shekilli. Mana run holatga o'tdi. Endi ishlatamiz. Bosdim. Sanashni boshladi. E'tibor beringlar. Sanayapti. Mana yondi. Yirik nolga signal kirdi. Bu relayimiz ham o'chiraman. Mana e'tibor beringlar. Mana 107 da ushlab qoldi. Relayimiz ham mana bu yerdagi relayimiz ham o'chgani yo'q. Mana relayimiz yonib turibdi. Mana lekin o'chirib bo'lganman. Yana qaytadan yoqaman. E'tibor beringlar. Mana bu yerda 107 turibdi. 107 gacha sanadi. Yana bosaman. Mana sanashni davom etyapti. O'chiraman. O'chdi. Mana demak bu o'zida saqlab qoladigan taymer. Bu qachon yo'qoladi? Qachonki kontrollerda start stop qilsam. Qilamiz, qarab turinglar. Stop qizaman. Kontrollerimizda. Mana stop ketdi va qayta yoqdim. Yoqdi, mana nolga o'tdi. Yana boshlaymiz. Bosdim, mana sanashni boshladi. O'chirdim, mana shu joyda qoldi. Lekin 31 bo'lganligi uchun mana bu 50 gacha sanamaganligi uchun mana bir relayimiz yonmadi. Ya'ni yirik nolga signal kelmadi. Qayta yoqamiz. Mana 50 dan o'tdi va yondi. O'chiramiz. Endi keyingi tezkor taymerlar ishlab ko'ramiz. Xo'p, tezkor taymerlarimiz qaysi edi bizda? Tezkorlari bizda ya'ni 100 millisekundli bu. Hozir endi 10 millisekundlarni ishlatamiz. Hop, T200 dan T299 gacha. Buni 200 ga o'zgartiraman. Akkumulyatorsiz, ya'ni sразу yo'qoladigan taymer. 200 dan 200 ga o'tkazdim. Endi yuklayman. Yuklayapman, e'tibor beringlar. Yuklandi. Run holatga o'tkazdim. Endi bu tez, ya'ni bunda 0.5 bo'lishi kerak, sразу ulgurmaydi. 100 millisekund qaytda, 10 millisekund qaytda. Ya'ni ishlab ko'ramiz. E'tibor beringlar, juda ham tez sanaydi bu. O'chirdik. Mana ketdi. Sразу yonyapti. Ya'ni bu sanash intervali 10 millisekundligi uchun. Endi shuni akkumulyatori bor, ya'ni 200dan 299 gachasi akkumulyatori yo'q, 300dan 399 gachasi akkumulyatori bor. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Buni 300 qo'yaman. Hop. Buni ham yuklaymiz. Kamerani yoqamiz. Yuklanyapti. Kamerani yoqdim. Run holatga o'tkazdim. Bu endi akkumulyatorlar ushlab qolishi kerak. Runga o'tkazamiz. O'tdi. Bosdim. Sразу sanadi. O'chirdim. E'tibor beringlar, 254 ta qoldi. Yana runga o'tkazdim. Yana sanashda davom etyapti. Bu 10 millisekund esa. Hop, endi eng tezi bor, ya'ni 500 dan 599 gacha 1 millisekund intervalda sanaydi. Hop, keyingisini qo'yamiz, 1 millisekund sanasini, ya'ni 500 dan boshlanadi. Hop. Mana 500 bu tomonga ham 500 juda ham tez sanaydi bu. Chunki interval 1 millisekund. Yuklaymiz. E'tibor beringlar, mana yuklandi. Run holatga o'tkazdim va kamerani yoqdim.
e'tibor beringlar. Run turibdi va bosdim. Juda ham tez, mana sanashni ko'ringlar. O'chirdim. E'tibor beringlar. Bu akkumulyatorni saqlab qoladigan. Ketdi. O'chirdim. Juda ham tez sanayapti. Xo'p. Endi akkumulyator sizini ham ko'ramiz. Bu 400 bo'ladi. Chiqib ketaman bundan. 400 yuklaymiz. Yuklandi. Rangi o'tkazamiz va yoqamiz. Rangi o'tdi. Knopkani bosib o'chiramiz. Qaranglar. Bosdim. Juda tez. 1 millisekund o'chirdim. Bosdim. Juda tez ishlayapti. Bosishimdan sirazi o'ynayapti, chunki kaydi juda kichkina qiymat. Millisekund bo'lganligi uchun. Hop. Undan keyingi masalan 600 dan 639 gacha taymerlar bor dedim. Ular qanaqa taymerlar? Ular o'ta aniq ishlaydigan taymerlar hisoblanadi. Ishlatib ko'ramiz. Masalan, 600 ni akkumulyatori yo'q bo'ladi bularda. Hop, mana bunga 600 qo'yamiz. Bu vaqtni aniq hisoblaydi. Masalan, 1000 qo'yadigan bo'lsak, mana 1000 qo'ysak, bu 1 sekund ko'rish kerak. O'chiramiz, buni ham o'chiramiz, mana bu yerga 6, bu yerga 600 taymer, aniq ishlaydigan taymerlar. Bular laboratoriya sharoitlarida ishlatiladi. Aniq vaqt, aniq 1 sekund sanaydigan bo'lsa, aniq 2 sekund kerak bo'lsa, mana shundan foydalansa bo'ladi. Masalan, 2 sekund qo'ying. 2 sekund, aniq 2 sekund ishlash kerak bo'ladi. O'sha joylarda ishlatiladi bular. Ya'ni servo stepper motorlarda aniq plus, aniq sekund kerakli joylarda ishlatiladi. Aniqlik o'ta yuqori joylarda shu 600 dan 639 gacha ishlasa ham bo'ladi. Xo'p. Kamerani yoqamiz. Bosaman. Ketdi. Toza 2 sekundda signal beradi. O'chiramiz. Ushlab qoldi. Yana qayta yoqamiz. Yana davom etyapti. Bu aniqligi o'ta yuqori joylarda ishlatiladi. Endi ko'pchilik bu o'sha ishlatmaydi. Kimgadir shunaqa holat kerak bo'lib qolsa, stendlarda, laboratoriya sharoitlarida ishlatish kerak bo'lib qolsa, bemalol mana shu taymerlardan foydalanib ishlasa ham bo'ladi. Haqiqiy vaqtda aniq sanaydi. Shuning uchun bu taymerlardan foydalaniladi. Xo'p, taymerlar bo'yicha kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kompyuter orqali yoki Telegram kanalimizdanmi? Haqqi yo'q, vaqt topib, vaqtga qarab iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Kimgadir qo'shimcha takliflar yo tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Iloji boricha javob berib, takliflarni inobatga olishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Albatta, like orqali yo do'st tanishlaringizga yuborib, bizni qo'llab-quvvatlab